Habibdan keyin taxtni qabul qilib bo'lgan Islom Makhachev divizionni shunchaki tozalamadi. U yanada yuqoriga ko'tarilib, yarim o'rta vazn kamarini qo'lga kiritdi va Iyengariga qarshi jangga chiqdi. Bu safar gap oddiy kamar himoyasi haqida emasdi. Qarshisida tarixiy 17-g'alaba turgandi. Uni raqibi Iyengari, uzun qo'lli nokautchi, o'ziga ishongan iraniyalik jangchi. U Dog'istonlikda g'alabalar seriyasini to'xtatib, yilning eng katta sensatsiyasini yaratishga ishonardi. Gavdadagi farq ham katta edi. Geri Islomdan 13 sm balandroq, qo'llarining uzunligi esa 10 sm ni tashkil qilardi. Stokada jang qilishda irlandiyalik bu afzallikdan oqilona foydalanib, qulay masofani saqladi. Hujumlarda juda ham ehtiyotkor edi. Mo Islomni oyoqqa o'tishdan xavfsirar va ko'pincha bosh haqiqlar orqali zarba berishga harakat qilardi. Makhachev esa ochiq zarbalar almashuviga kirishish juda ham xavfli ekanligini tushunardi. Shuning uchun u masofani bosqichma-bosqich qisqartirib, raqibini parterga o'tkazardi. Gerining jismoniy kuchi va gavdasi tufayli uni parterga ushlab turish oson emasdi, ammo ikkinchi raundga kelib hammasi o'zgardi. Jangchilar to'r yonida klinchga kirishdi. Geri masofani ochishga uringan paytda Islom aynan ushbu lahzani kutib turgandi. Iraniyalik masofadan chiqayotgan zahoti Islom uni chap hakik bilan ushlab oldi. Iyengari og'ir nokdaunga tushdi. Ammo qanchalik og'ir zarba bo'lishiga qaramasdan u bir zumda o'rnidan turdi. Makhachev hujumni davom ettirdi va chiroyli tashlash bilan raqibni kanvasga yiqitib, uni golga qadar parterda nazorat qildi. Keyingi raundlarda ssenariy deyarli o'zgarmadi. Geri ortiqcha ehtiyotkorlik bilan harakat qilib, kamdan kam zarba berdi. Islom esa qayta parterga o'tib, raundlarni o'z hisobiga yozib bordi. Bu holat final gongiga qadar davom etdi va hakamlar bir qaror bilan g'alabani Islom Makhachevga berishdi. Do'stlar, kanalimizda Islom Makhachevning muxlislari bormi? Videoga like bosishni unutmang.